Assalomu alaykum baliq ovish quvozlari. Bugun mana 17-noyabr Sarkisov kanaliga keldik yana. Faqat boshqa joyga, mana Katlavanga. Bayovut shaharini yoniga, o'sha Pajarkani yoniga keldik. Hozircha shamol esyapti. Sal shamol tinsa syomka qilaman dedim. Qarasam shamol tinadiganga o'xshamaydi. Yozda kelganimizda peshingacha shamol esib keyin tinchib qolgan edi. Hozir shamol tinim bo'lmayapti. Shamol to'xtamayapti. Qarmoqlarni otib qo'ydik. Mana joylashgan joyimiz. Bizdan oldin ketganlar odam o'tirgan ekan. Kecha kelib, kechki payt 4da, kechqurun 8da ikkita sazan olibdilar. U bizdan pastda o'tirganlar sal maydaroq sazanlar olishibdi. Kelganlar xullas olishayotgan ekan. Mana nariga betda ham ikkita odam o'tiribdi. Ular местный shotli odamlar. Qani ko'ramiz natijalarni. Nima bo'lar ekan. Mana endi shamol tindi. Mana soat 5 bo'ldi. Kun botyapti. Shom payti bo'lib qoldi. Endi bu yoqqa yana qolsa kerak. Mana shamol tindi. Ertalabdan bir shu kuchli shamol botuvdi. Endi bu yoq balki yurib qolar. Naryoqda ham mana ribaklar qaytishyapti. Mana bu joyga joylashganmiz. Mana tepada mashinamiz. O'tga kurchokka jo'xoridan ildik. Ano silikondan ildik. Qulupni mazali, tutti frutti, keyin mana kanapla, shulardan har xil qilib ildik. Jo'xori, krevetka ham ildik. Endi ko'ramiz qani chuvalchim bilan buterbrod ham buterbroddan qilib tashladik. Qani nimani xush ko'rishar ekan, o'shanga qarab ish qilamiz. Mana suvni chetida ham mayda baliqlar bilan krevetkalar ko'rinib qoldi. Hech narsa ko'rinmayapti shamolda. Zora inshaalloh bu yoq qimillab qolar, xudo xolasa. Biz o'tirgan joyimiz bu yerda ancha farosatli odamlar o'tirgan, bilinib turibdi shundoq. Misrlar bo'lsa ham mana Misrlar bir joyga yig'ib ketilgan. Yaxshi, biz yo'q boramiz hali kechki paytda. Ancha yaxshi joyda dam oladigan. Endi kechqurun ko'ramiz qani nima bo'lar ekan. Natijalarni kutib qolinglar. Qani olib ko'ringchi. Yo'q hech narsa. Yo'qmi? Yo'q. Kim ekan bu? Bezovta vodka. Ana, nagadir qimillab turibdi. Qani nima ekan? Assalomu alaykum. Kelinglar. Kecha ertalab keldik. Bo'lyaptimi axir? Jimjit endi qaraymiz. Endi boshlandi.
Kechadan beri bo'lgan. Bitta katta hobla tushdi bo'ldi. Lekin Saçma. yo hobla. Kazançı. Bu ham hobla shekilli. Ha, transport. Hobla. Onayning semizling kecha mashina tushib. Krasni ko'rdim. Nimaga tushyapti? Makkaga? Yo bu anaqa edi. Cho'lchayin. Ha, cho'lchang bu. Aralash anaqa qilganmiz. Xonimlar. Aka xonimlar assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'lik. Sizmisizlar? Yarimsoatda bo'ldik. Janarik qilyapmiz biz kelganimizda. Ha. Sazanchiyda o'ldik. Va shu. Endi delikateslar bu. Kecha yana bitta mashina tushuvdi. Yo, bizdan oldin kelganlar ishlashgan ekan. Kecha soat 11larda keldi shekilli, 11-12larga yaqin keldik. Bitta pojarni kiyimda turgan ekan, bitta 1,5 kiloli bilan bitta 1 kiloli. Ikkita sazan ishlashgan ekan. Keyin ular ketdi, bizda qoldi u yerda. Naryot tomonda ham ishlashgan ekan, maydaroq. 1,5 kiloli, mana shu 1 kilogacha bo'lgan qani. Ha, xudo xolasa bu. Ha, bo'ladi, xudo xolasa. Yo'q, bemalol. Bu bularni semizligini qaranglar, bu onangning gurra. Ayyo. Qo'lga sig'maydi. Lan tepasidan qopdi. Lan tepasidan qopdi, o'zi ham baquvvat joyda. Qo'lga sig'maydi. Bunaqa bo'blar Arnsoyda ham tushmadi. Kattalgan onangning guli. Kecha Farhod akamga ham yana bitta shunaqa tushuvdi. Menga ham sazandan dareyo. Endi boshlab qolsa kerak, shamol sekinroq qildi. Ertalak quyosh chiqish. Bugun shamol sekinroq ancha. Xudo xolasa o'zgarish bo'lib qolar. Yaxshi niyat qilamiz. Mana odam ko'paydi bugun. Narigi betda ham, u yoq tomonimiz, bu yoq tomonimiz, mana ko'pchilik ribaklar kelishdi. Demak, bunda ham bir xosiyat bo'lsa kerak. Mana choy qo'ydik. Hozir qaynoq choy ichib zaqtlik qilib davom etamiz. Yana sekin shamol boshlamoqda deymi? Odamlar bugun ko'p kechaga qaraganda. Hozir o'zi naryoqda 3-4 ta mashina turibdi. Bitta yana bitta bizaniki. Mana obstanovka. Mana bu yoq tomoni trassa, mana Anorzor ekan. Bu Xorazmda mazaqa yurtda Anorzor ichida. Biz palatkamizni pastda mazaqa uxladik lekin. Ko'ngli sovuq bo'lmadi. Uryapti deydi mana.
Jim bo'lib qoldi-yu. Ha, krevetkalarga Ne oldu da krevetkami? Ha, İkide uğrayaptı, yiyip ketyapti. mayda-da, yirik bo'lsa yutadi-yu sirasi. Biz uyda chiqarib olamiz hammasini. Yarmiz sepamiz, yopib qoladi dedik. Revitdan qilib qo'yganmisizlar, sarvani qalay? Yigitlar hamma narsa qilganmiz. Bizda ham pishiga yaqin ozgina guruch aralashtirib yuboraman. Guruch sechkasi bor-ku, rosa yopishqoq bo'lib chiqadi. Mana bayavut shluz. Hozir urinib ko'ramiz. Voy, voy. Tila hammasi spirt smellashyapti ekani hammasi. Zani aptekani ming simli spirtlari. Alkash yig'iladigan joymi deyman bu. Hamma yoni spirt idishi bosib ketdi. Ha. Hozircha jam. Suvlar tiniq. Maza xalos. Tomosha qiling. Zo'r joylar. Ay, yaxshi qurib bo'lmabdi-yu. Mana bayavut. Buyuk ajdodlarimizning muqaddas xotirasi va jasorati oldida bosh egamiz degan yozuvlar oltin harflar bilan yozib qo'yilgan. Sekin o'rtaga o'tamiz hozir. O'rtada nima bo'lar ekan? Qizib ketdi odam.
Вообще jimjitu. Kunni sovuqligiga hozir endi limankani boshqasini qo'yib qo'yamiz. Spinningchilar ko'pincha mana bu amerikanka ishlatamiz, vertolyotlar. O'shalar mana bitiga ilganda, mana bitta osilib turadi, mana bundoq bu osilib turadi-da, balonni cho'chitadi. Demak, buning uchun nima qilish kerak? Mana bu ipni o'zini plyonkaning mana oldin mana bu burchakdan ozgina tugib olinadi, mana kichkina qilib, keyin uzunroq qilib yana bitta tugum qilinadi. Endi mana bunda balig'ini mana bunaqasidan o'tkazamiz. Mana orasini ochib turib, demak unda bitta aylantirib olsak, wobler bo'ladimi, vertushka bo'ladimi, oldida ortiqcha gruz bo'lmaydi. Mana bog'landi. Endi bunaqa amerikankasiz ishlatiladigan bo'lsa, qiyinchilik joyi mana mana shu yerdan yechib olishidi. Endi buni osoni men hozirgi tutgan joyim mana mana shu kichkina tutgan joyimdan shunda tortamiz, mana yechish oson bo'ladi. Yana chiqarib olsak bo'ladi. Mana yana bunda tortib qo'yaveramiz mana. Eng oson yo'li, zo'r usul. Sovuqligami, ancha baliqlarning aktivligi kamaygan. Aktivlik degan narsa yo'q, faollik yo'q. Ancha sayoz joy ekan. Tegi tosh plyajga o'xshaydi. Cho'milsa zo'r joy-ku, lekin mumkin emas cho'milish. Suv ko'payganda xavfli, oqizib ketishi mumkin. Jimjitmi boblarga ham? Hoppa. Tosh kelindi shekilli. Endi kun salqin bo'lib qolgan-ku. Issiq kunlarda bo'tlarda mana bu qirg'oqda malyuklar ko'p yuradi-da, mayda baliqlar. Endi hozir salqinda yo'q ular. Malyuk qaq ketsa, ketidan ular ham ketadi.
Aha, burchi edi. O'shada ko'rdilar sazan chiqardi. Qachon? Ha? Hozir o'shada ko'rdilar sazan chiqardi. Ha, yo'q, yetishdi. O'sha kecha kelganimizda Zaynat edi, u joylar band edi. Hozir menga ham telefon qilishdi, o'sha yerda o'tirish kerak edi deb. Endi Zaynat bo'lsa nima, ustiga chiqib olmaysan-ku. O'shada o'sha o'tirish kerak deyishni aytishdimi? O'zi bog'liqchilikni bilasiz. Ha, shu. Yaratishadi-da. Ha, endi baliqchidan lopchisi bormi? Bugun o'tirish kerak edi, vaqtli kelish kerak edi. Ya o'zi kecha ertalab kelganimizda ham o'tani Jigulida o'tirishuvdi. O'zi kechqurun kelgan ekan adashmasa. Ha, Ular panardan yoqib o'tirgan joyda zayn qilib, ularga nesni aytgan uni. Shunday gapi bo'yicha. Yetti karbit qiladigan o'xshamadi. Baliqlar aktiv emas. Baliq yo'q deb bo'lmaydi. Hamma joyda baliq bor. Faqat o'sha havoni, suv sathini, suvni temperaturasi, malyoklarni bor yo'liga qarab obstanovka vaziyat o'zgaradi. Mana qaytdi sekin. Kun tez qorong'i bo'lib qolyapti, kun qisqargan. Bugungi ovimiz unaqa emas, unaqa kutganimizdek bo'lmadi. Kecha kuni bilan shamol bo'lib, bugun mana juda yaxshi havo bo'lyapti-yu, lekin bizani vaqtimiz tugab qolyapti. Mana bugun shamol yo'q, suvlar tinch, baliqlar uncha-muncha o'ynab turibdi. Kecha kelganimizda ana narigi burchak daraxt orqasida ozgina sal chuqurroq joy bor ekan. O'sha yerdan bitta 1,5 kilolik, bitta 1 kilolik sazan ushlab ketishuvdi. Bizda shu bitta chexon, ikkita anaqadan katta vobladan boshqa hech narsa tushgani yo'q. Endi mana bu yoq tomondagi qo'shnilarimizni ular bitta sazan olishdi. Ikkita chexon olishdi shekilli, ikkita chexon olishdi. Ular ertalab azonda bir 6-7larda kelishgan edi. Ular bitta bir 800 gram keladigan sazan chiqdi ularga. Keyin hozir boshqa baliqchilar bilan gaplashgan edik. Bu yerdan bir 1 kilometr, 1,5 kilometr pastroqda ferma bor ekan. Ana o'sha fermani oldida burchakda 2 kilo, 3 kilolik sazan chiqibdi deyishdi. Endi kun sovuq, ko'ryapsizlar. Bugun ancha tashagan 21 gradus ko'rsatyapti bu yerda. Kecha lekin rosa shamol kuchli bo'lib, chang, to'zon, suv to'lqinlanib juda ham noqulay edi kecha baliq tutishga. Endi bugun qulay bo'lgan vaqtda biz ketishimiz kerak. Ertaga ishga chiqish kerak, xullas. Shunaqa gaplar. Demak, 30kada ham odam juda ham ko'pmish. 30kada, Salyankada telefon qilishdi. Samarqand, Jizzax, Toshkent to'lib ketgan odam deyshadi. Hani Instagramda Samarqandlik o'quvchilar bir hafta davomida ushlashgan baliqni ko'rsatishgan ekan. O'shani ilinjida hamma umid bilan o'sha yoqqa borgan. Telefon qilishdi, Bekobodliklar. Bir 5-10 kilometr joy deydi, odam bilan to'la deydi, joyi yo'q deydi. Lekin natija unaqa yaxshi emas. Endi bu yog'i kunlar salqin. Endi kim omadi kelib qolsa o'sha baliq tutyapti. Bo'lmasa qolganlar dam olib mayovka bo'lyapti-da, xudo toqqa chiqqanda, suv bo'yida. Samiglarni yozgiga o'xshab chivin yo'q. Odamni bezovta qiladigan suvlar tiniq. Maza qilib, yeb, ichib, dam olib
ketsa bo'ladigan joylar. Mana sog' bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin. Keyingi baliq ovida uchrashguncha.